shoxli bachadon, mana bitta shoxi. Homila bor bu yog'ida mana. Homilayda ham ugroza rosa kuchli ekan. Homila tushish xavfi kuchli. Mana devorlari kalsovitli bo'lgan, suv aralashgan. Hop, mana embrionchamiz bor. Alhamdulillah, yuragi ham uryapti ekan. Susroq, endi boshlagan uchun susroq bo'ladi, keyin ko'tarilib ketadi. Mana hozir sanaymiz nechta ekan. 1 minutda 142 ta, yaxshi zo'r. 142 ta. Homila embrionchamiz rivojlanish bo'yicha 6 hafta 3 kunlik ekan. Homila qopchasi 7 hafta 1 kun, endi o'rtasini olamizda. Endi mana kista bor ekan, chap tomonda rosa katta ekan kistasi. Bunga lechena qilish kerak-ku, lekin kichkina suruqda jicha xavfliroq. Razmeri 59 ga 55. O'sha 58 ekan razmeri, katta ekan. Mana ikkinchi shoxi bachadonimizda. Bu ham homilani kutgan, lekin narigi shoxiga ketib qolgani uchun arazlab ozgina ichida qoni bor ekan. Ko'pincha ikki shoxlilardan jicha qon kelib turadi. Hali bitta shoxida bola bo'lib, ikkinchi shoxi homila yo'qligi uchun o'sha bo'linib, qayz ozgina kelib turadi ko'pincha. Xafa bo'ladi ikkinchi shoxi deb. Mana hop, bolacham yaxshi. Bachadon bo'yni bitta. Mana kiserva bo'lgan, hozir 1,5 yil bo'ldi kiserva bo'lganiga deyapti. Mana o'rni bitta yaltirab uklari turibdi, lekin umuman choklari so'rilib ketgan, chiroyli, yaxshi. Endi ikkala homila tushish xavfiga ugrozizga lechena qilish kerak, suvlarini tiniqlashtirish kerak, kisteza lechena qilish kerak.